Feruza ismli ayollar shunchaki go'zal emas, ular ichki bir yorug'likka va g'oliblik ruhiga ega insonlardir. Siz bu ismning ortida qanday buyuk kuch yotganini bilasizmi? Feruza fors tilidan olingan bo'lib, baxt keltiruvchi, g'alaba qozonuvchi va zabarjad posh ma'nolarini anglatadi. Qadimda bu ism malikalar va oliy nasab ayollarga, ularga omad va zafar hamroh bo'lishi niyatida qo'yilgan. Psixologik nuqtai nazardan feruzalar tug'ma diplomatlardir. Ular har qanday nizoli vaziyatda ham o'z vazminligini va nafosatini saqlab qola oladilar. Ular o'ta sezgir va sadoqatli bo'lishadi. Feruzalar uchun oila va do'stlik muqaddas qadriyat. Ular yaqinlari uchun tog'dek tayanch bo'la oladilar. Ularning sirli xislati tashqi ko'rinishidagi noziklik ortida temirdek iroda yashiringanligidir. Feruza ismli ayol maqsad qo'ydimi, unga albatta erishmaguncha to'xtamaydi. Feruza bu nafosat va qudratning kamyob uyg'unligidir. Agar hayotingizda shunday inson bo'lsa, siz haqiqiy xazinaga egasiz. Ushbu videoni barcha feruzalarga yuboring.